Assalomu alaykum. Humoyun Ustoz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari, aziz yurtdoshlar, navbatdagi fayzli xonadonga chiroyli qilib zakaz bo'yicha tayyorlangan uzum tokimizni olib kelib o'rnashtirib berdik. Albatta videolarimizni oxirigacha ko'rsalaring, bu o'rnatgan ishimiz bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Uzum tokimiz qanaqangi materiallarda yasaldi, kvadrat metrini necha puldan yasab olib kelib o'rnashtirib berdik. Va aziz yurtdoshlar, necha puldan necha pulgacha bo'lyapti bu uzum tok naveslar, to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz va xonadonlariga, hovlisiga shunaqangi sifatli uzum toklar, naveslar qo'ydirish niyatida yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa, chiroyli qilib zakaz qilingan manzilga tayyorlab olib borib o'rnatib beraveramiz. Aziz yurtdoshlar, bu uzum tokimizning razmeri 11 metrga 9 metr razmerda bo'ldi. Mana shu firmalari 25 lik turbadan bo'lgan, har biri 20 santimetrga tushgan firmalari va stoyka qismlari 8 ga 8 lik profilda bo'lgan. Va bu uzum tokimizni tevasini naves qilib olishga moslab berdik. Hozircha shu setka olib kelib berishganda setkasini tortib berdik aziz yurtdoshlar. Va tepasiga 3 ga 2 profilda 50 santimetrga tortib, shu xohlagan paytda, xohlagan joyini tunuka qatirib, chiroyli qilib naves qilib, yog'inchanda bir foydasi tegadigan naves qilib yopib olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Endi bu uzum tokimizni kvadrat metri 200 ming so'mdan to'g'ri keldi. Sifatli qalin temir mahsulotlarda tayyorlanganligini hisobiga va hozirgi kunda kvadrat metr 150 ming so'mdan 300 ming so'mgacha shu materialiga qarab uzum toklarini tayyorlab beryapmiz va naveslarni 300 mingdan 600 minggacha kelishilgan holda har xil variantdagi fasoniga qarab kvadrat metrini tayyorlab beryapmiz. Mana shu uzum tokimiz o'sha sommasi, materiallari, xizmat haqisi, kraskasi ichida aziz yurtdoshlar 200 ming so'mdan kelib o'rnadi. O'zlaring ko'rib mana baho berasizlar. Juda ham bir chiroyli holatda chiqdi. Aziz yurtdoshlar, shunaqangi uzum toklar, naveslar kerak bo'lsa, xudo xohlasa bemalol ekrandagi nomerlarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli qilib O'zbekistonda qayerdan zakaz qilinsa, zakaz bo'yicha tayyorlab, tanlagan fasondagi naveslarni ustanovkalarini qilib beraveramiz. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.